Uzdil HTML dersidagi 25 qism HTML'dagi URL. URL deganimiz inglizcha Uniform Resource Locator degan so'zning qisqartirilmasi bo'lib, to'liq tarjimasi mana ingliz so'ziniki birlikka kelgan boyliq manba belgilagich. Biz odatda URL ni mana shu tor adresi deb ataymiz. URL odatda ikki xil bo'ldi. Birisi so'z yoki so'z birikmasidan tuzilgan tor adresi hisoblanadi. Masalan, 3w chekit uzdil chekit.com va yoki 3w chekit saburi chekit.com degandek ma'nolarni ifodalashga bo'ldi. Yana birisi internet tor kelishim adresi, ya'ni IP adresi, masalan 192 chekit 168 chekit 253 degandek. Hamda har qanday ma'nolarda yozilgan tor bekatninki cho'qim ma'nolardagi IP adresi bo'ladi. Chunki mana IP adresi shu kompyuterninki torga chiqqan vaqtidagi cho'qim bo'lishga tegishlik shu adresi hisoblanadi. Ko'pincha kishilar mana bu IP adresini as saqlashga oson bo'lsin uchun ma'nolardagi tor nomiga bog'lab turib, shu tor bekatlarda mana tor nomini ishlatadi. Ham abonentlarmi shu tor nomi orqali tor bekatni ziyorat qildi. Biz tor betdagi ulanishni bosganda mana bu A, ya'ni ulanish xat kuchiniki tor adres xarakterida belgilangan nishon adresdagi tor bet ochildi. Şuna tor adreslerini qiliplashtirish va birlikka keltirish bir tor bekat uchun bekmi muhim. Undaqda mana tor adresi qaraydigan bo'lsak, mana bu http qo'shchekit yantusiziq mana bu tor kelishimninki nomi 3w chekit uzdil chekit.com yantusiziq html yantusiziq index chekit php degan mushu tor adresi tövendeki grammatik qoidasiga amal qildi. Masalan, ma http degan ma qismini biz ma scheme anandan keyin ma 3w uzdilchekit.com degan qismini host domain deb olgan bo'lsak, bu yerda biz ma port, ya'ni ulanish ig'izini qoldirib o'tdik. Ya'ni ma uzdil.comdan orqaga yozmadik. Ma html degan pass, ya'ni buning mundaricasi, ma index php deganimiz hujjat nomi. Mushkil grammatikaga amal qiladi. Ma scheme mayadagi zotga qaraydigan bo'lsak, internet tor mulozimati tipi eng ko'p qo'llanilgani dalmish http. Andan keyin host rayon mulozimati odatda 3w. Andan keyin domain internet tor nom. Masalan uzdilchekit.com. Andan keyin port mulozimati ulanish ig'iz odatda 80 bo'ldi. Ya'ni mayaga 80 deb keldi. 80 bo'lgan vaqtda biz buni qoldirib o'tgan holatda unda avasakmi bo'laverdi. İkisininki ifodalaydigan ma'nosi o'xshash. Pass deganimiz mulozimatirdagi yo'l, ya'ni dal mundarija. File name deganimiz hujjatning nomi.